bir hafta xotiningiz bo'lmasin, qaq qo'ygan naskingizni topolmay qolasiz. Bomj bo'lib qoladi. Ha, bomjga aylanasiz. Uyni ham yig'ishtirmaysiz. Kiyimingizni ham to'g'irlamaysiz. Dabdalasi chiqib yotadi. O'zingizga qarab, soqolni ham olmay qo'yasiz. Bo'ldi, xotin bo'lsa nima qilasiz soqol olib misol uchun? Kimlardir naborat ishlaydi. Xotin bo'lmay qolsa soqolni olib. Yo'q, o'ziga qarab. Totga chiqoladan ko'chaga. Qachongacha? Qachongacha? U narsa hamda qarang, sizni oq yuvib oq taraydi. Onangizdan keyingi onangiz bo'lib qoladi. Bu mubolag'a so'z emas-da. Qo'shtirnoq ishida bo'lsa ham mana ona uydan chiqib ketganingizdan keyin ota uydan xotinga suyanib qolishimiz bekorga emas-da. Kiyimlaringizni, ovqatingizni va eng asosiysi bolalaringizni tarbiya qilib o'tiribdi uyda. Maktabga olib borib kelyapti, bog'chaga olib borib kelyapti. To'g'ri narsani o'rgatyapti. Buni qil, buni qilma demayapti. Uyda hamma ishingizni qilyapti-da. U sizga minnat qilsa yarashadi. Go'yoki bizni ko'chada ishlab pul topib kelayotganda, kenimiz bu qilayotgan ishimiz katta narsa. Aslida seni uyingda tinchlik va xotirjamlik bo'lmasa, ko'chada bitta ishing unmas edi. Aslida o'xshamas edi. Ehtimol shu topgan puling senga tatimas edi. Uyingni zo'r qilib o'tirgan uchun rahmat deyman.